Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Bugun nima Qarshiga bordik, Yerqo'rg'onga yuk olib kelishga. Mana 10 xalta pintuza oldik. Mayda chidalar oldik. Buni aytmoqchi emasman. Bir xalta baqirajonim Yerqo'rg'on bozorga qolib ketibdi-da. Mana endi Yerqo'rg'ondagilar ham kuzatadi deb o'ylayman. Iltimos, agar kimni oldiga qolib dadasi ayting. Ayting, tushuntiring. Ayting, tushuntiring. Aytma, o'zim tushuntiraman. Nima hojatxona boku? Borguncha hojatxona yuragidan shunday o'tganda qaysi qo'lga? O'ng qo'lgami? O'ng qo'lga bitta Isuzu turadi. Ha, o'ng qo'lga kattakon Isuzu turadi. Ko'kat, baqajon sotadi. To'g'risidagi xotinchadanmi? To'g'risidagi xotinchadan. O'shani to'g'risiga bitta qararoq, davlaliroq ayol bor. Qararoq emas, oqroq bizda. Oqroq, davlaliroq opa bor. O'sha opani oldiga qolibdi. Iltimos telefon qiling, baqirajonimiz endi. Navbat bo'lmasa erta bozorga pishirishim kerak-da. Keyin agar videoni Yerqo'rg'ondagilar kimdir ko'rsa, shu ulashib yuborsanglar, bitta bo'lsa ham hali yordam. Mashinani qo'yaman, egasini qo'yaman. Yerqo'rg'ondan dastavka bu mashina.